beton kuyish narxlari akalar. Men sizlarga arzon, insofli ustalar topib qo'ydim. Agar rostdan narxlari arzon bo'ladigan bo'lsa, yurakchan qizartirib, kanalga obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Men narxlarni aytib o'taman. Xo'p, beton kuyish narxlari 2025-yilda shu ustakalarimiz menimcha O'zbekiston bo'yicha eng arzon bo'lsa kerak. Hozir video davomida bitta molxona ham qurib berishyapti ekan. Batafsil ma'lumotlarni beramiz. Xullas, mana shu betonlaringda 1 metrini 45 ming so'mdan kuyib berishyapti ekan. Yer ustiga paddushka kuysa ham 45 ming so'm bo'lar ekan. Agar yerni kovlab kuyishadigan bo'lsa, kovlash narxi 1 metrini 20 ming so'mdan kuyib berishar ekan. Ichiga armatura to'qib kuyishadigan bo'lsa, armaturalar to'qish narxlari 1 metri 20 ming so'mdan bo'lar ekan. Ustalarning xizmati vodiy va Toshkent bo'ylab borib xizmat ko'rsatishaveradi. Narxlarni sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish eslangdan chiqmasin.